Rasmiy bandlik bu mehnat munosabatlarining qonun hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirilgan shaklidir. Rasmiy ishlayotgan fuqarolar mehnat huquqlari bilan ta'minlanadi, ish staji shakllanadi hamda pensiya va boshqa ijtimoiy kafolatlarga ega bo'ladi. Shuningdek, rasmiy bandlik iqtisodiyotda ochiqlikni ta'minlab, davlat va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Agarda siz ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzmasdan ishlasangiz, mehnat stajingiz bo'lmaydi va pensiya ola olmaysiz. Ish beruvchi sizni istalgan paytda ishdan bo'shatishi yoki oylik maoshingizni bermasligi mumkin. Noqulay ish sharoitlariga duch kelasiz. Bola parvarishi, homiladorlik va boshqa tibbiy va mehnat ta'tili pullaridan mahrum bo'lasiz. Uy, mashina va boshqa ehtiyojlaringiz uchun kredit ola olmaysiz. O'zgaruvchan oylik maoshi, mehnat ta'tilisiz faoliyat, karyeraning o'smasligi. Shunday ekan, norasmiy mehnatga aslo rozi bo'lmang.